bo'lardi kitobxonlik madaniyatini ham yaxshilab shakllantirsak. Nimaga? Chunki kitobxonlik darajasi bilan aynan bog'liq rivojlanish. Misol aytaman, biz buni yaqinda Jalingada o'tkazgan shu darsimizda ham aytib o'tgandik. Dunyo bo'yicha doimiy kitobxonlar ko'pligi jihatdan Amerika birinchi o'rinda turar ekan. Ya'ni umumiy aholining 73% doimiy kitobxon. Ikkinchi o'rinda jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan Xitoy. Umumiy aholining 70% doimiy kitobxon. Umuman bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin, lekin mana shu 10 ta rivojlangan mamlakat ichida eng past ko'rsatkich Janubiy Koreyaga tegishli ekan. 37% aholi doimiy kitobxon. Tepaga ko'tariladigan bo'lsak, Turkiya turibdi 39% aholisi bilan doimiy kitobxon. Germaniya 31% erkaklar, 19% ayollar, 50% doimiy kitobxonlar. Rossiya 53%. Ming afsuski, biz bugungi kunda Rossiyaga ham, Turkiyaga ham, Janubiy Koreyaga ham gastrobayter jo'natamiz. Ya'ni ishchi kuchini eksport qilamiz. Biz istardikki, kun kelib ishchi kuch emas, ilmni, salohiyatni, potensialni eksport qilaylik.